Zaynabidinimada skvoznoy 3 xonalik birinchi qavatda joylashgan 105-seriyadagi ushbu kvartiramiz sotuvda. Bu joyimiz Qirg'iziston O'sh shahri, Zaynabidinova kelasizlar. Ya'ni sizlarga eski bozor tomonidan tushuntiradigan bo'lsam, batalyondan Mirumir, ya'ni Kurgovoga keldinglar. 10 qo'rga, ya'ni bozor tomonga burildiga. Shu bozorga kirganinglarda birinchi dom turadi. Shu domlarning orqa tomonidagi, ya'ni mana shundan keyin yana bitta dom, undan keyin uje Zaynabidinova ko'rinib turadi. Ya'ni O'shskaya ko'chasi 12-dom bo'lyapti. Kirganinglarda 2-podez, 1-qavat. Leshinchadan chiqdik. 10 qo'limizdagi kvartiramiz bo'lyapti. Bu kira olishimiz bo'lyapti. Juda ham katta ekan. 105-seriya, o'zingizlar bilasizlar, moshni tushgan. Hamma yoq sentralniy. Bu hojatxonamiz. Buni oldida kuxnyamiz joylashgan. Gaz, suv, svet, kuxnylarimiz va bu yerda rom, отопление hamma yo'q bor. Hamma отопление в общем bitta mayka bilan yurgizib oladigan qishki kunida. Buni oldida bitta kattagina zalimiz bor. Bu zalimiz o'zini mana bu yerda alohida balkonchasi ham bor, mana yopiq holatda. Bu yerda ham mana yozgi kunlarga mana aynada ochib qo'yib, yana bir o'zingizlar dedinglar deb raboylar yopishtirib olsalar ham bo'laveradi agar bo'lsa. Do'stlar, endi buni oldida ya'ni kladovkamiz bor. Buni chiroyli qilib garderob qilib foydalansanglar, maza qilasizlar do'stlar. Va bu yerda esa sanuzolimiz, ya'ni vanna, rakvina shunaqa. Endi mana bu yerga ko'rsatib qo'yaylik. Bu yana bitta xonamiz bo'lyapti. Buni o'zining romi bor. Mana bu yerga misol bir stenka qiladigan bo'lsanglar, shkaf qilib. Do'stlar, mana bu yer bir detskiy xona qilib qo'ysanglar bo'ladigan. Ko'ryapsizlarmi kattaligini do'stlar? Qaranglar. Endi kelinglar, sizlarga mana bu yerdagi manzarani ko'rsataman. Omad zo'r. Bu kvartiramizning zo'r fishkasi bor ekan do'stlar. Kelinglar. Bu yerda ham bitta xonamiz bor, отопление bor. Bu yerda ham mana shkaf stenkalarimiz bor. Bu yerda ham papugaga e'tibor bermaymiz do'stlar. Bu ketadi va buni o'zini alohida mana bu yerda do'stlar, qaranglar. Shunday bir so'richasi bor mana, so'richasi. Endi aka topishgan keyin mana bu yerdan do'stlarim, mana bu yerga sekin tushadigan bo'lsanglar, voy mashaalloh. Do'stlar, qalay? Mazzami? Mana bu yerda o'zini o'tiradigan, dam oladigan bir skveri bor ekan do'stlar. Qarab qo'yinglar. Ha? So'rin, tapchanni qo'yib qo'yib, bir qator mo'taylarini chiroyli qilib ovorib turib, bir ziloniy qilib, do'stlar, ziloniy zona qilib qo'yinglar. Suv bo'lsa, sentralniy kanalizatsiya bo'lsa, svet bo'lsa, gaz bo'lsa, lift keragi yo'q. 105-skvoznoy dom bo'lsa do'stlarim, 62 kvadrat, 105-seriya skvoznoy dom, отопление but bari sentralniy qaralgan. Aqchasi $75,000. Suylashuv yo'llari bor ekan do'stlar. Telefon nomerlari yozingizlar. 0702 ming 06 57 54. Qaytaram 0702 ming 06 57 54. Do'stlar, kelib dokumentlarni bir seri o'zingizlar yuridiskiy tekshirtirib, yaxshi bo'lsa, do'stlar, olib qo'yingizlar. Like bosib, poddesh qilib, qo'llab qo'yingizlar do'stlar. Men esa shu yerda chiqib ketayman.